Aisha brendini shu kichkinagina kitobchasi bilan har kuni har xil makiyaj qilib keta olasizlar desam ishonasizlarmi? O'zi ham bu kitob 5 tasi birda. Birinchi betini ochsanglar, sizlarni mana shunaqa xadovoy rangdagi har xil tenlik kutib oladi. Qaranglar, ranglari qanaqa zo'r chiqadi bittada. Ikkala kitobchaning ichidagi ranglari 2 xil, o'zingizga mosini tanlab zakaz qilasizlar. Kitobchamizni keyingi betida pomadalar, qaranglar, hamma kundaligiga ham, to'yga ham bemalol surib ketsa bo'ladigan ranglarni hammasi bor. Pomadasining ranglari ham vobshe zo'r. Keyingi betimizda highlighter. Bular yaltirashini qaranglar. Buni yuzingizga surib ko'chaga chiqsanglar, quyosh ko'z qamashib ketadi yorqinligidan. Bularning ham ranglari vobshe zo'r chiqadi. Keyingisi men yaxshi ko'rgan kosmetikam rumyana. Yuzni svejih ko'rsatadigan eng kerakli narsa. O'zi ham hamma yuzga tushadigan ranglardan bor, qaranglar. Oxirgi betdan kontring, konsiler va qosh uchun tenlarni topishingiz mumkin. Sarpaga olish uchun juda ham zo'r narsa. Qaranglar, o'zi ham bitta yo'rangi o'zi yo'q. Bularda qilgan makiyajlaringlarni o'chirish uchun Aisha brendining o'zini umvalkalari ham bor.